Assalomu alaykum hammaga. Mana xudo xolasa biz navbatdagi obyektimizni ham ishlab boshlab olganmiz. Bu yerda so'kil ishlarni qilib beryapmiz. Ushbu obyektimiz Toshkent viloyati Bekobod tumanida. Bu yerda so'kil qismiga Angola Black granitlarni yopishtirib beryapmiz. Granitimizning razmeri 120 ga 60 lik granitimiz. E'tibor bergan bo'lsalaring, 60 ga 60 granitimizdan ko'ra bunda choklar kamroq chiqadi. Sifatli bo'lib, so'kilimizning balandligi 60, tagida 8 lik, 4 lik, 35 delar bilan yana shu 4 lik, 8 lik. Shapkachasi bilan tagidagi noli bilan bo'yi 80 atrofida bo'lib qoladi. Buni terish xizmatlarimiz 1 metrini $10 dan teryapmiz. Faskalari alohida. O'sha oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, charxlari $2 dan. Hali bu choklari hali fuga bo'lib yopilgandan keyin ham chiroyli bo'lib ketadi, xudo xolasa.